هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure El-A'raf tefsiri 103. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövbendi dextinlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi A'raf suresinin 103. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Mezkur peygamberlerden keyin Musa'ni mucizelerimiz bilen Mısır'ın Musa zamanındaki padişahı Firavun'a ve onun kavminin çoğunlarına peygamber kılıp evetdi. Ula bu mucizelerini inkar kıldı. Buzgunçılık kılgıçılarının akıbetinin kandak bolduğanlığı qaragın. Musa aleyhisselam bilen Firavun'un kıssası doğrusuda. Mezkur peygamberlerden keyin Musa'ni mucizelerimiz bilen Mısır'ın Musa zamanındaki padişahı Firavun'a ve onun kavminin çoğunlarına peygamber kılıp evetdi. Yani yukarıda kıssası bayan kılıngan Nuh, Hud, Salih, Lut ve Şuayb aleyhisselamlara okşaş Musa'nın zamanındaki Mısır'ın padişahı Firavun'a ve onun kavmine uçuk pakit ve mucizeler bilen evetdi. Ola bu mucizelerini inkar kıldı. Buzgunçılık kılgıçılarının akıbetinin kandak bolduğanlığı qaragın. Yani ola özlerine uval ve tersalıq kılıp o mucizelerini ve pakitlerini inkar kıldı. Onunla işinişten başlattı. Allah Teala bu ayette mındaq deydi. Ola o ayetlerini içinde itiraf kıldı. Lakin ola onu zulüm ve tekabburluk kılış yüzünden inkar kıldı. Buzgunçılarının akıbetinin kandak bolduğanlığı qaragın. Yani buzgunçılar bolsa kişilerini Allah Teala'nın yoludan tosaydıgan ve peygamberlerini inkar kıldıgan kişilerdir. Sen ularını kandak kılıp etkenlikimizki qaragın. Biz ularını Musa aleyhisselam ve onun kavminin köz aldıda bir nima koymay suğa garık kılıp ettik. Bu Firavun ve onun kavmiga berilgen en ağır derecedeki rasva kılgıcı azap, Musa ve onun bilen bildi bulgan müminlerinin dilleriga berilgen en yaxşı tesellidir. Musa aytdi: Ey Firavun, men hakikaten alemlerinin Rabbi tarafından evetilgen peygambermen. Allah namıdan fakat hakikatten başkını etmaslıkka layıkman. Rastınla Rabbinla tarafından sizlarga mening rastligimni isbotlaydigan bir mo'jiza ilib keldim. Shuning uchun İsrail avlodini men bilan qo'yib bergin. Men bilan billa ota bobolarining vatani muqaddas zaminga borsin. Firavun Musaga: Agar sen Rabbing tarafından bir mo'jiza ilib kelgan bo'lsang, bu davoyingda rostchilardan bo'lsang, uni bizga ko'rsatgin dedi. Allah Teala bu yerda Musa aleyhisselamning Firavun bilan munozirlashganligidan Musa aleyhisselamning Firavun ve onun milleti bo'lgan Qibtilarning oldida uçuk paket ve mo'jizalarni ko'rsatish bilan munozirada Firavunni utib olganligidan xabar berib mundaq dedi. Musa aytdi: Ey Firavun, men haqiqatan olamlarning Rabbi avatgan payg'ambarman. Yani meni hamma narsaning yaratquchisi, Rabbi ve igidorchilik qilguvchisi bo'lgan zot
Allah payg'ambar qilib avatdi. Allah nomidan faqat haqiqatdan boshqani aytmaslikka loyiqman. Ya'ni shuning uchun Alloh taolo tarafidan menga bildirilgan haq va rost bo'lgandan boshqani bayon qilmasligim menga topshirilgan vazifadir. Rostınla Rabbinglar tarafidan sizlarga mening rostligimni isbotlaydigan bir mo'jiza ilib keldim. Ya'ni men sizlarga ilib kelgan dinda mening rostligimni isbotlash uchun Alloh taolo menga bergan Allah Teala tarafidan ekanligini nihoyatimi ro'shan Allah Teala tarafidan ekanligi nihoyatimi ro'shan bo'lgan bir mo'jizani ilib keldim. Shuning uchun İsrail avlodini men bilan qo'yib bergin. Men bilan billa ota bobolarning vatani muqaddas zamonga borsin. Ya'ni sen İsrail avlodini asirga va iskenjiga elvilishdan qo'yib bergin. Ularni sening ham ularning Rabbi bo'lgan Alloh taologa ibodat qilg'il qo'ygin. Chunki ular Alloh taoloning do'sti İbrahim alayhisalomning nevrisi bo'lgan Yaqub alayhisalomning avlodidir. Fir'avn Musaga: "Agar sen Rabbing tarafidan bir mo'jiza ilib kelgan bo'lsang, bu da'voyingda rostchiladin bo'lsang, uni bizga ko'rsatgin" dedi. Ya'ni Fir'avn: "Men sening deganlaringga ishonmayman. Shundaqla sening mendan talab qilganlaringni o'rindamayman. Agar sen men mo'jiz bilan avatildim degan so'zlaringda rostchil bo'lsang, bu mo'jizangni chiqarib baqqan. Biz uni ko'rib baqayli." Musa aleyhisselamның hassi və qolunun aq qılınğanlığı doğrusida. Musa hassisini taşlayıb idi, o nagahan aşkar bir ejdihaga aylandı. Bu ayetning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radiyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qildi. U hasa aşkar bir erkek yılanğa aylandı. Bu ayetning ma'nosi haqida Suddi va Zahaq qatorliqlarmu İbn Abbasga o'xshash dedi. Yazid ibn Harun bu ayetning ma'nosi haqida Sa'id ibn Jubayrdan İbn Abbas radiyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qildi. U hasa nihoyat yo'g'on bir yılanğa aylandı da darhol og'zini ochgan peti Fir'avn tarafga etildi. Buningdan qattiq qo'rqib ketgan Fir'avn taxtdan sakrab tushib Musa aleyhisselamның yılanını tizginlashini o'tinib so'radi. Musa aleyhisselam yılanını to'xtatib oldi. Bu oyatning ma'nosi haqida Suddi mundaq deydi. U hasa nihoyat yo'g'on erkak yılanға o'zgardi-da, ostqinqi kalpukini yerda, ustunki kalpukini saroyning o'g'isining egizligida ichib Fir'avnga etildi va onundan qattiq qo'rqib ketgan Fir'avn taxtidan sakrab tushib ishtiniga siyvetdi. Uningda azaldan mundaq holat yuz berib baqma edi. U Musa aleyhisselamga yelinib: "Ey Musa, yılanni tizginlab olgin. Men sening ilohingga iymon etay. İsrail avlodini sen bilan ketishga qo'yib beray" dedi. Shuning bilan Musa aleyhisselam yılanni tizginlab oldi. O yılan əslidəki hasa haletiga qaytdi. Qo'lini yoqsidan chiqarib edi. U nagahan qarg'uchilarga nur chaqnatib turadigan oppoq bo'lib ko'rindi. Ya'ni u qo'lini qo'yniga silib chiqarib edi. Uning qo'li oppoq nur chaqnab turgan bir qo'lga aylandi. Bu qo'lning oqligi hech qanday bir kasallikdan emas edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Qo'lingni qo'yningga solgan. U har qanday illatsiz oppoq bo'lib chiqadi." U hech qanday illatsiz oppoq bo'lib chiqadi. İbn Abbas radiyallahu anhuma mundaq deydi: "Qo'lini qo'yniga
qaytirib selividi, burunqi holatiga qaytdi. Bu vaqtda Mujahid va boshqalarmi Ibn Abbosga o'xshash dedi. Fir'avn qavmining cho'nglari aytdi: bu haqiqatan nihoyat usti sehrgar ekan. U sizlarni zimininglar, ya'ni Misr ziminidan haydab chiqarib o'tmoqchi. Nima maslahat bersalar? Fir'avn va uning odamlarining Musa alayhisalomni sehrgar deganligi va ularning Musa alayhisalomga sehrgarlar bilan taqobil turish uchun birlikka kelganligi to'g'risida. Fir'avnning qo'rqinchisi tugab, taxtga qaytib chiqib o'ltirgandan keyin u Musa nihoyat usta sehrgar ekan dedi. Fir'avn qavmining cho'nglarimi uning degan bu so'ziga qo'shilib, u haqiqatan nihoyat usta sehrgar ekan deyishdi. Ular yig'ilib Musa alayhisalomning ishlarini, ya'ni uning ilib kelgan nurini qandoq hiyla bilan o'chirish, uning so'zining ta'sirini qandoq qilib ojizlashtirish, Fir'avnning yolg'on yo'doq safsatalarini qandoq qilib ustunlikka chiqarish haqida maslahatlashdi va ular kishilarning Musa alayhisalomning ularning nazaridagi sehrlarining ta'siridan Musa alayhisalom tarafga o'tib ketib, Musa alayhisalomning ular ustidan ustunlik qozonib, o'zlarini ziminlaridan chiqarib etishdan ansirashdi. Amaliyotda ular qo'rqqan ish yuz berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ularni Misr ziminida kuch-quvvatga ega qilmoqchimiz. Biz Fir'avnga, vaziri Hamonga va ularning qo'shinlariga ular, ya'ni bo'zaq qilinganlardan qo'rqadigan narsani, ya'ni Bani Isroilni Misrga hukmron qilishni ko'rsatamiz. Ular shu maslahatlardan keyin ularning qarori Alloh taolaning so'zidagi oyatda bayon qilingandek bo'ldi. Ular aytdi: ularning ishini o'zang bir fikrga kelguncha ta'xir qilgan. Shaharlarga sehrgarlarni yiqquchi kishilarni avatgin. Ular aytdi: ularning ishini o'zang bir fikrga kelguncha ta'xir qilgan. Shaharlarga sehrgarlarni yiqquchi kishilarni avatgin. Ular barliq usta sehrgarlarni sening huzuringga elib kelsin. Ularning zamonasida sehrgarlik avjiga chiqqan edi. Ular Musa alayhisalom elib kelgan mo'jizalarni sehrgarlarning ishlaridan deb tanidi. Shunga ular Musa alayhisalomga sehrgarlar orqali taqobil turmoqchi bo'lib, sehrgarlarni to'pladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: sana biz shuningga o'xshash sehr bilan taqobil turamiz. Sen bizga o'zaro yig'iladigan vaqtni va muayyan joyni belgilab bergin. Senmi, bizmi uningga xiloflik qilmayli. Musa aytdi: sizlarga va'da qilingan chaq bayram kuni bo'lib, kishilar chashka vaqtida yig'ilsin. Fir'avn qaytib ketib, heli mekrini, ya'ni sehrgarlarni to'pladi. Ondan u sehrgarlarni va sehrida ishlanadigan narsalarni elib va'dalashgan vaqt keldi. Fir'avn sehrgarlarni yig'ishga odamlarni avatdi. Sehrgarlar Fir'avnning qishig'iga keldi. Ular: agar biz g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi dedi. Fir'avn: ha, mukofot berildi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin kishilarim bo'lib qolsizlar dedi. Ular, ya'ni sehrgarlar: ey Musa, Hasanni sen avval tashlamsan yoki biz o'zlarimizningkini avval tashlamdik dedi. Musa: sizlar tashlanglar dedi. Ular Hasa og'amchilarni tashlab kishilarning ko'zlarini bog'ladi. Ularni, ya'ni kishilarni qattiq cho'chitib etdi. Ular kishilarning ko'zlariga cho'ng ko'rinadigan sehrni ko'rsatdi.
sehrgarlarning toplanganligi va ularning Musa alayhisalom bilan uchrashib og'amcha hosillarini yilonga aylantirish uchun sehr ishlatganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda Fir'avnning Musa alayhisalomga taqobil turish uchun chaqirtib kelgan sehrgarlarining agar o'zlari Musa alayhisalomning ustidan g'alaba qilsa, Fir'avnning o'zlariga nurg'un mol dunyo berishini shart qilganligidan, Fir'avnning ular talab qilgan mol dunyoni bermoqchi bo'lganligidan va ularni o'zining yaqin kishilaridan qilishga va'da qilganligidan xabar berdi. Sehrgarlar Fir'avndan va'da ilib bo'lib, Musa alayhisalomga mundaq dedi: "Ey Musa, asangni sen avval tashlamsan yoki biz o'zimizningkini avval tashlamdik?" Bu sehrgarlarning Musa alayhisalomdan kimning avval mahorat ko'rsatadiganligini so'raganligidir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq dedi: Ular aytdi: "Ey Musa, asangni sen avval tashlamsan yoki arg'amchi asıllarimizni biz avval tashlamdik?" Musa alayhisalom ularga "Sizlar avval tashlanglar" dedi. Ba'zi olimlar Musa alayhisalomning avval tashlamasligidagi hikmat shuki, sehrgarlarning sehrlarining kishilarning ko'rib o'ylanib olishi, shundaqla Musa alayhisalomning ko'rsatmoqchi bo'lgan ularning nazaridagi sehr deb qaralgan mo'jizasini ular ko'rishga tashna bo'lib turgandan keyin ko'rsatsa, bu mo'jizaning ularning engiga qattiq ta'sir qilish uchundir dedi. Amaliyotda shundaq bo'ldi. Shu Alloh taolo mundaq dedi: "Musa, sizlar tashlanglar" dedi. Ular asa arg'amchilarni tashlab kishilarning ko'zlarini bog'ladi. Ular ya'ni kishilarni qattiq cho'chitib etdi. Ular kishilarning ko'zlariga cho'ng ko'rinadigan sehrni ko'rsatdi. Ya'ni sehrgarlarning ko'rsatgan sehrlari kishilarga xuddi rostdekli tuyg'u berdi. Amaliyotda u bir xiyoliy tuyg'u beradigan ko'z bo'yamchilik edi. Ularning bu ko'z bo'yamchiligi kishilarni qo'rqitib etdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Buningdan Musa o'zida qo'rqinch his qildi. Biz uningga aytdikki, qo'rqmag'in. Sen cho'qim ustunlik qozinasan. Qo'lingdagini tashlag'in. U ularning ko'rsatgan sehrlarini dam tortib yutib yetadi. Ularning ko'rsatgani sehrgarlarning hilisidir. Sehrgarlar qayerga borsa muvaffaqiyat qozona olmaydi." Sufyan ibn Uyayna ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Sehrgarlar tom arg'amcha va uzun yog'ochlarni tashladi. Ularning sehrlarining ta'siridan bu narsalar Musa alayhisalomga xuddi harakatlanayotgandek tuyg'u berdi. Musaga asani tashlag'in deb vahiy qildik. Musa asini tashlab edi, u ejdahoga aylanib, ularning o'ydirma narslarini darhol yutib etdi. Haqiqat oshkor bo'ldi. Ularning ko'rsatgan sehrlari barbod bo'ldi. Bu yerda ular, ya'ni Fir'avn bilan qavmi mag'lub bo'ldi. Xor bo'lgan holda shaharga qaytdi. Sehrgarlar sajdaga bordi. Ular dedi: "Olamlarning Rabbiga iymon etdik. Musa va Harunning Rabbiga iymon etdik." La ilaha illalloh. Musa alayhisalomning g'alaba qilganligi sehrgarlarning Musa alayhisalomga iymon keltirganligi to'g'risida. Alloh taolo bandisi va payg'ambari Musa alayhisalomga iymon bilan kufrning orliqini ayiradigan bu o'rinda vahiy qilib, Musa alayhisalomni uning o'ng qo'lidagi asini tashlashga buyurib mundaq dedi: "Musaga asani tashlag'in" deb vahiy qildik. Musa asini tashlab edi, u ejdahoga aylanib, ularning o'ydirma narsalarni darhol yutib etdi. Ya'ni Musa alayhisalomning asisi sehrgarlarning o'zlaricha to'g'ri deb qarab tashlagan sehrlarini yutib etdi. Bu oyat haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi:
Musa aleyhisselamның asisi sehrgarlarning tashlagan arg'amcha va yog'ochlarning qaysi birining yenidan o'tsa, uni yutib mangdi. Shuning bilan sehrgarlar buning sehr emas, balki osmondan tushgan haqiqat ekanligini bilib yetib, shu hamallar sajdaga berib, olamlarning Robbiga iymon etdik, Musa va Harunning Robbiga iymon etdik dedi. Ey Allah. Muhammad ibn Ishaq mundaq deydi. Musa aleyhisselamның asisi sehrgarlarning og'amcha va yog'ochlarini bir-birlab yutib, shu maydonda sehrgarlarga tashlagan narsadan hech nimani qo'ymadi. Ondan Musa aleyhisselam u yilonni tutib oldi. U yilonni tutib edi, yilon Musa aleyhisselamning qo'lida burunqidek hasa holatiga qaytdi. Shuning bilan sehrgarlar sajdaga berib, olamlarning Robbiga iymon etdik, Musa va Harunning Robbiga iymon etdik. Agar Musa sehrgar bo'lgan bo'lsa, bizni yengolmagan bo'ladi deydi. Qasim ibn Abu Baza mundaq dedi. Allah Taala Musa aleyhisselamga hasani tashla deb buyruq qildi. Musa hassini tashladi. Hasa shu hamonla oshkor bir yilonga aylanib, sehrgarlar tashlagan arg'amcha va yog'ochlarni yutib etdi. Shuning bilan sehrgarlar sajda qilgan holatda yerga yiqildi. Ular toki jannat va do'zax ularga ko'rsatilgicha qanday mukofot va jazoning berilganligini Alloh taolaning ko'rsatishi bo'yicha ko'rmagichilik başlarını secdeden götürmedi. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure El-A'raf tefsirinden 122. ayetkiçe anladığınlar. Ahirini keyin kıtımlık okuşumuz davamlaştırırız inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.